Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, akalar, ukalar. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Abay qishlog'idan mana shu qo'zi-qo'chqorlarimiz sotuvga chiqyapti, akalar. Qo'hor bularni narxi, soni, yoshi qanaqa bularni? Aka 6 oylikdan 1 yoshgacha bor qo'zi-qo'chqorlar. Aha. Narxi necha puldan Narxi qo'yamiz? 3,5 dan 5,5 gacha narxi bor aka. Kelishtirib beramiz. Ta'mi bor. Hech kim norozi bo'lib ketmaydi aka. Dastavkasini nima qilasiz? Dastlabki uyi bo'lsa bo'ldi aka. Kelishilgan holda, Kelishadigan holda olib borib beramiz aka. yoshga to'ladigan mana Ha, shu. yoshga mana to'ladigan. Hali tish buzmaganmi? Yo'q, yo'q, tish buzmagan aka bular. Mana kichkinalarini necha oylik bulari? Bular aka 6 oylik. 6 oylik? Ha. Bular mana 4 oylik kichkintalar. 4 oyliklari ham bor ekan. 4 oylik, kattalari 6 oylik. Qurban tushsa bular. Ha. Qorani aytyapsiz-da. Mana hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beraman. Ko'rib sifatlariga o'zingizlar baho beringlar, akalar. Bir dona layklarni bosib, yaqinlarga ham tarqatib qo'yinglar. Xudo xolisa savdosi bo'ladi. Qo'hor narxini aytdik-a? Narxini aytdik aka. Ha. Necha pul taqalgani? Obunachilarga sal kelishtirib chiroyli narx qilib beraylik. Sizning nomingizga kelsa aka kelishtirib beramiz. Necha puldan qilib beramiz? Qani? Bittasini ko'rsatchi. Mana aka. Necha oylik mana shu? Mana shu 6 oylik mana. 6 oylik? Ha. Mana quloqlari butun. Ha. Hamma yer kelishadigan. Mesnida bular, to'g'rimi? Shu yerdan mollar. Qozog'istondan kelmagan, Yo'q, yo'q, shu yerdan mollar. Qirg'izistondan kelmagan. O'zimizni mana shu Bo'stonliq havosida katta bo'lgan qo'zi bu. Akalar aka. Qozog'istonni qo'ylarini ham olib kelib sotishyapti. Omadini bersin akalarni. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir ikki mahal arpa yeyapti. Go'shida farqi bor-da, Go'shida farqi bor aka. Mana o'zimizning mesniga yetmaydi. Ta'mi shirin narsa-da aka. Tog'da yurgan mana bugun kelgan mana giyoh o'tlarni giyoh yeb, giyoh o'tlar yegan. Buni arpa, ikki mahal arpa yeyapti hozir aka. Arpa. Qancha bo'ldi bu yoqda onasidan ajratganingiz? Onasidan ajralgan 1 hafta bo'ldi aka. 1 hafta bo'ldi. Haydab boring-da, bu yoqqa o'tkazaylik. Oraga kirib qoldi, yana yaxshilab ko'rsataylik. Bo'ldi, narigi tomonga o'tirsin bo'lmasa hammasi, qo'hor bu yoqdan ko'rsatamiz. Ajralib qoldi-da bular. Mana akalar, hech qanaqa montajsiz mana shu borini boricha qo'yib yuboraveraman endi, rozi bo'lasizlar akalar. Mana o'zingizlar ko'rib boqib ko'ringlar. Живой veski necha kilodan necha kilogacha keladi kattalari, qo'hor? Qani olib kelginchi o'shani. Tish buzmagan mana shu. Mana aka. Qo'zi hali. Tish buzmaganmi? Yo'q. Yo'q, hali qo'zi tish. Mana. Hali qo'zi tish bo'ldi. Mana. Qancha kelib qolarmikin? Mana shu 60 kilo bor-a? 60 kilo bor ha. 90 mingdan beriladi. 90 mingdan beriladi ha. Mana aka. Mana quloqlari hamma joy. Живой veski 90 mingdan. Nomer nechi nomer aytib ketgan og'iz aka ham? 99lik. 99lik. 888 888 4501. 4501. Eslatib o'taman, adresimiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Abaydamiz akalar. Mana sifatlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Bir dona layklarni bosib qo'ysanglar, inshaalloh sizlar uchun ham manfaatli videolar bo'ladi, xudo xolasa. Sizlarni laykinglar menga motivatsiya bo'ladi-da akalar. Layk bosib qo'yaveringlar, layklarni ayamasdan. Sizdan hech narsa ketmaydi-ku, odam. Bir dona layk siz uchun hech qanaqa ahamiyatga ega emas, lekin men uchun juda katta ahamiyatga ega-da. Mana jonivorlar. Xudo xolasa narxini ham kelishtirib yengil qilib beraman. Kelishtirib beramiz aka. Unda kelgan odamni xafa qilmaymiz aka. Kelishtirib. Kelgan odam quruq ketmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Mabodo telefonda ko'rib turib, hammasini bir joyga baraka deb yuborishsa, unaqasiga ham bo'ladimi? Unaqasi ham bo'ladi aka. Ha? Ha, kelib
menga yo'qdi desa bo'ldi aka. Bir Hammasi joyda ketadi. o'pdim qiba. O'pdimga. Mana o'pdimga. Endi telefonni ko'rganinglar boshqa, Ha, kelib buni kelib boshida kelib ko'rgan ko'rganinglar bir boshqa-da boshqacha. akalar. Men o'zim shunaqa fikrdamanda, kelib tepasida ko'rib, o'ylanib, savdo qilsangiz u boshqa ish bo'ladi-da. Yo'q, men ko'rdim, ishonaman deydigan bo'lsanglar mana. Yana o'zinglar bilasizlar. Lekin hammasi 100% sog'lom. Pente Yo'q, unaqasi yo'q aka. yo'qmi ichida? Yo'q aka, unaqasi yo'q. 100% a? 100% aka. Mana Sog'lomligiga. sog'lom. Mana bu qo'ylarga qo'chqariqqa zotgan bo'ladi anaqa. Qir jinnari. Mana shu ko'zini qarang. Dumbalarni qarasangizchi, jonivor. Xudo xolisa sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.